Bu hazil emas, haqiqat. Oddiy odam ham birgina Xitoydan zakaz qilishni o'rganib olib, oyiga bemalol 1000-2000 dollar daromad topa oladi desam ishonasizmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Endi oddiy odam ham oyiga bemalol 1000-2000 dollar daromad qila oladi. Qanday qilib deysizmi? Bunaqada videoni oxirigacha ko'ring. Madina Xitoydan zakaz so'rash va uni biznesga aylantirish bo'yicha 2 yillik tajribaga ega ekspertman. Shu kungacha mingdan ortiq o'quvchilarni o'z kursimda o'qitib, natijaga olib chiqdim. Agarda siz ham o'quvchilarimga o'xshab biznes boshlab, oyiga 1000-2000 dollar daromad qilishni yoki o'zingiz uchun donaga zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, direkt testdan ma'lumot yuborib qo'yaman. Bu hazil emas, haqiqat. Oddiy odam ham birgina Xitoydan zakaz qilishni o'rganib olib, oyiga bemalol 1000-2000 dollar daromad topa oladi desam ishonasizmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Endi oddiy odam ham oyiga bemalol 1000-2000 dollar daromad qila oladi. Qanday qilib deysizmi? Bunaqada videoni oxirigacha ko'ring. Madina Xitoydan zakaz so'rash va uni biznesga aylantirish bo'yicha 2 yillik tajribaga ega ekspertman. Shu kungacha mingdan ortiq o'quvchilarni o'z kursimda o'qitib, natijaga olib chiqdim. Agarda siz ham o'quvchilarimga o'xshab biznes boshlab, oyiga 1000-2000 dollar daromad qilishni yoki o'zingiz uchun donaga zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, direkt testdan ma'lumot yuborib qo'yaman.